hayotini adabiyotga bag'ishlagan siymo. 1921-yil 3-mayda Toshkent shahrida dunyoga kelgan Mirmuhsin Mirsaidov o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biridir. U Nizomiy nomidagi Toshkent pedagogika institutini tamomlagan va mehnat faoliyatini maktabda o'qituvchilikdan boshlagan. Keyinchalik u uzoq yillar davomida nashriyotlarda, radio va jurnallarda ishladi. Jumladan Sharq yulduzi jurnalida 20 yil, Mushtum jurnalida esa 10 yil bosh muharrir bo'lib faoliyat yuritdi. Mirmuhsinning ilk she'riy to'plami Sadoqat 1943-yilda chop etilgan. Uning Usta G'iyos, Yashil qishloq, Chirak, Ziyod va Adiba kabi dostonlari, Chinniqush, Degriz o'g'li, Umid, Me'mor, Chotqol yo'lbarsi, Ildizlar va yaproqlar, Timur Malik, Ilon o'chi, Tug'ron malikasi kabi romannlari o'zbek adabiyotiga salmoqli hissa bo'lib qo'shildi. Ijodiy mehnati evaziga u Hamza nomidagi davlat mukofoti, El-yurt hurmati ordeni, shuningdek xalq yozuvchisi, madaniyat arbobi, xalq ta'limi a'lochisi kabi faxriy unvonlar bilan taqdirlangan. Mirmuhsin shuningdek Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Mayakovskiy, Shevchenko kabi klassik shoirlarning asarlarini o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan. U bolalar uchun ham 10 dan ortiq asarlar yozgan. Bu esa uning har bir yosh kitobxon haqida qayg'urganini ko'rsatadi. Buyuk adib 2005-yil 3-fevralda 84 yoshida olamdan o'tgan. Ammo uning asarlari o'zbek xalqining qalbida hamon barhayot. Mirmuhsin butun umrini adabiyotga, xalqiga xizmat qilishga bag'ishlagan adib. U bizni o'tmish bilan bog'laydi, kelajakka ruh bag'ishlaydi.